Aziz o'quvchilar, bayrog'imiz haqida qanday bilimlarga egamiz? Qani bayroq haqida kim qanday bilimga ega o'zining fikrlarini aytsin-chi? Vatanning ramzlari ko'p. Yurtim deganda har bir insonning ko'z oldida turlicha manzaralar namoyon bo'ladi. Kimdir ona qishlog'ini eslaydi, yana kimdir ulug'vor tog'lari, gojim shaharlarni yodga tushadi. Ammo vatanning umumiyat qabul qilgan shunday ramzlar borki, vatanning o'zligini anglatadi. Shulardan biri va eng muhimi bayroqdir. Qani sen bayroq haqida qanday fikrlarga egasan? Davlat ramzlari har bir xalqning mustaqilligi, ozodligi, tinchligi va barqarorligi timsoli hisoblanadi. Buyuk ajdodlarimiz ham yurt bayrog'ini muqaddas bilib, uni ardoqlaganlar. Davlat tarixining qaysi davrini olib qaramaylik, ozodlik, kuch-qudrat, jasorat, g'alaba timsoli bo'lgan. Vatanim dunyoda tengsizdir tanho, farzandlari aqlli zukkodir yana. Har kuni bir bayram to'yu tomosha, shunday yurt aytingchi qayda bor yana. Balki satrlarga sig'mas so'zlarim, bayrog'ing kuylamoq istar zabonim, o'zingsan azaliy baxtimga bitgan qutlug' sajdagohim O'zbekistonim. Sendagi 12 ta yulduzda xalqning quyoshli sonnoma, beruniy avlodini millatning kimligin bilmoqqa yodnoma. Oy mama oy so'rsalar uylariga sirdoshdirman, yo'l yo'rsalar yo'llarda yo'ldoshdirman, tinch tillarni tinch kunlarga o'rayman, O'zbekiston sharafini olam ara so'zlayman. Bu qanday mo'jiza, kamalak to'g'ri rangda, havorim oq qizil yashil po'lab turadi osmonda. Sendagi chiziqlar qizil oq, hayotiy kuchimga bir timsol, hilpirab mavjlanib tursang, sen bor bashar anglagay bemalol. Yillarda hilpira bayrog'im, viqorla silkilla bayrog'im, qulama, yiqilma, egilma, olamga qut ula bayrog'im. Havo rang musaffo osmondir, oq rangli poklikdan so'zlaydi. Tomirda oqayotgan qonimdir, yashil rang borliqni ko'zlaydi. Falakda chaqnagan yulduzlar, hilol oy jismingda aks etgan. Yuksakka ko'tarsin g'oliblar, dorug'ing dunyoga xop etgan. Faxrimsan, g'ururim, orimsan, ranglarla moziydan berdirak. Hilpira ko'klarda sen mudom, sen bilan musaffo bu falak.